qadrdonlar variantga berilgan spaklar. Xo'p, bittasi mokriy, bittasi oq ekan. 1000 bilan chiqarar ekan. Unisi 1300 bilan, bunisi 1000 bilan chiqar ekan. Yili 2022-yil kraskasi bitta oldi kapotda bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. Unisi 20-yil kapot bilan qanotda kraskasi bor ekan. Bu ham ichiga o'tmagan ekan. Ikkovi ham avtomat korobka. Bu benzinda, unisi metan qo'yilgan ekan. Kimga o'sha variantli 1000 puli borlarga qiziqadiganlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlarni apensiyada qoldiraman. Buni monitorlarga chiqib qo'yilgan ekan. Avtomat korobka. Xullas bu benzinde ekan akalar. Generalni so'rab ko'rasizlar. Aka, ikkoviga ham generalni chiqaverami? Ikkoviga ham generalni chiqarar ekan. Pesachdan faralarga so'qib qo'yilgan. Unisi o'zini zavodskiy faralarda aytganimdek 22 metan gazlargacha bor ekan. Kraskasi o'sha oldi kapot bilan qanotda bor ekan. Yuzaki ichiga o'tmagan ekan. Holat chiroyli holatda, polichi hollarigacha bor. Yurgan probegi. Aka, buni yurgani qancha edi? Mokrisi 200 dan oshiqroq ekan, bunisi 100 ming yurgan ekan. Qadrdonlar aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlarni apensiyada qoldiraman. Ana sizlarga tayyor variantli mashina.